Hammaga salom. Demak, bugungi YouTube video sal o'zgacharoq. Ya'ni men hozir Myunster shahridagi Aze, ya'ni o'sha Aze degan dengiz oldidaman. Balki ko'ldir. Necha bilmadim. O'sha ko'l oldida hozir shu videoni yozyapman. Demak, bugungi video nima haqida? Talabalar uchun uy topish. Bu Germaniyadagi eng qiyin bo'lgan ish harakatlardan bittasi. Bir boshdan boshlasa, bugungi videomiz 3 qismdan iborat bo'ladi. Turar joy. O'zi qanaqangi turar joylar bor, ikkinchisi qanaqangi kerakli hujjatlar, uchinchisi saytlar, ilovalar va firibgarlar haqida ogoh bo'lamiz. Va bonus ham bor. Birinchi o'rinda turar joy turlari. Qanaqangi turar joylar bor o'zi talabalar uchun. Germaniyada talabalar uchun 4 xil uylar bor. Misol uchun uy topish mumkin bo'lgan 4 xil uy. Birinchisi bu Studentenwerk. Ya'ni bizda universitetlarning общежитияsi bor-ku O'zbekistonda. Xuddi shunaqa Germaniyada ham o'zining universitetda o'zining общежитияsi bo'ladi. Bu qulay variant, faqat buni o'ziga yarasha plus-minus taraflari bor. Plus taraflari siz universitetni nazorat ostida bo'lasiz, universitet bilan hamohang bo'lasiz, hammasi ideallikka turadi. Minus tarafi nima? Siz buni kutasiz. Ya'ni siz bir marta registratsiyadan o'tib, ariza tashlab qo'yganingizdan keyin sizning galingiz 1,5 yillar ichida keladi. Ya'ni bir semestrdan 3 semestr oralig'ida sizni navbatingiz keladi. Ikkinchisi bu VG, ya'ni Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft bu Germaniyada kerak bo'ladigan narsa. Yana bir turar joy misoli Wohngemeinschaft. Endi bu talabalar o'zi maxsus talabalar uchun общежитие bu. Endi bu universitetga qaramaydi, bu mustaqil davlat общежитиялар bo'lishi mumkin yoki privat, ya'ni xususiy общежитиялар bo'lishi mumkin. Endi puli narxida farqi bor. Bunda nima bo'ladi? Siz ikkitadan 4 kishigacha bitta uy beriladi, bitta etajdagi bitta uy beriladi. Xonalar har bir odam uchun bitta alohida xona ajratilgan bo'ladi. Va siz mana shu xonalarda o'zingiz mustaqil yashashingiz mumkin bo'ladi. Bu minimal 10 metr kvadratdan 18 metr kvadrat oralig'igacha bo'lishi mumkin. Va narxlari taxminan 300 yevrodan to 500 yevro atrofigacha bo'lishi mumkin yoki undan ham ko'proq bo'ladi. VGlarda nafaqat baland binolar, balki mana bunaqangi hovlilar ham bo'lishi mumkin. Uy egalari talabalar uchun ma'lum bir xonani o'zini uyidan ajratib berishadi va talabalar ma'lum miqdordagi oy to'lovlarini to'lab yashashi mumkin bo'ladi. Albatta, universitetga yaqin bo'lsa, bu undan ham yaxshi variant bo'ladi. Hozir buni uyni ichkarisidan ko'rsatib beraman. Uyni ichkarisiga ham kirib oldik. Mana shunaqangi kirish hol qismi juda ham tor. Mana bu yerda bog' nimaga xira desanglar, bu deraza to'st artilmagan o'shaning uchun. Kiraverishda mana bu yerda oshxona, bu butun uy uchun ajratilgan oshxona bu yerda. Mana bu yerda maxsus холодильник oddiy. Va mana bu yerdan chiqib ketishim kerak bo'ladi tepaga. Va mana bu mana shu ajratilgan uy. Mana ko'rishimiz mumkin. Talaba uchun ajratilgan uy. Bu yotish uchun xona, bu esa hamma narsa uchun xona. Bu dumaloq, mana bu lyustraniki. Xullas aytadigan bo'lsam, ya'ni faqatgina VGlar baland binolar emas, balki ijara beruvchilar maxsus uydan bir xona ajratib talabalar uchun berishlari ham mumkin. Va uchinchisi Einzelwohnungen. Bu eng qimmat varianti bular orasida, ya'ni bir kishilik uylar bor. Ya'ni Germaniyada shunaqangi uylar bor. Bir kishi, ya'ni hojatxona, ya'ni sanuzel qismlari, oshxonasi, hamma narsasi ichida bo'ladi va bir xonadan iborat bo'lgan uy, ya'ni bir xonali uy bo'ladi o'zimizda. Shunaqangi uy ijarasi bu eng qimmat variant. Misol uchun siz buni kamida 700-800 yevrodan boshlab topishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'sha Bundeslandga qarab, siz yashayotgan joyga qarab o'zgarib borishi mumkin. Kerakli hujjatlar. Sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda siz borishingiz bilan tanishasiz. O'sha uy-joy bilan tanishganingizdan keyin birinchi o'rinda sizga immatrikulyatsion ya'ni o'sha talabalikka qabul qilinganligingiz to'g'risidagi hujjat kerak bo'ladi va o'sha siz hujjatni taqdim qilganingizdan keyin taqdim
qilishingiz kerak bo'ladi shuni orasida. Va undan keyin siz borasiz, fermeter, ya'ni ijara beruvchi bilan gaplashasiz Midfairtrackga qo'l qo'yasiz. Ya'ni siz ijara shartnomasi Midfairtrack, unda jamiki narsalar yozilgan bo'ladi, ya'ni xonangiz hajmi, nimalar bor, nimalar yo'q, hammasini siz birin-ketin yozgan bo'lishingiz kerak. Va bundan tashqari endi so'rash mumkin ayrim boshqa hujjatlar, lekin odatda buncha ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Siz talaba sifatida biron bir joyga joylashayotgan paytingizda. Saytlar va ishlaydigan platformalar. Birinchi o'rinda eng mashhuri VG-Gesucht. VG-Gesucht bu faqat talabalar uchun, ya'ni aynan talabalar bop arzonlaridan boshlab ko'riladi. Faqat buni bitta minus tarafi bor. Bu prilojeniyani yoki saytni ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz ma'lum bir miqdorda pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Taxminan, misol uchun 1 oylik obunasi 20 euro, 3 oylik va 1 yillik obunalari mavjud. Siz o'zingizga moslab obuna sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bundan tashqari Immobilien Scout 24 sayti yokida ImmoScout deydi shu narsani, yokida ImmoWelt saytlaridan foydalanishingiz mumkin. Bularning o'zini applari bor. Siz registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, maxsus bir emaillar sizga kelib turadi. Va uchinchisi bu eBay yokida Kleinanzeiger. Kleinanzeiger haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bu Kleinanzeiger bu xuddi nemischa OLX, ya'ni siz bundan juda ham ko'p narsani topishingiz mumkin. Ichida har xil narsalar bor. Ya'ni bu narsa faqatgina uy sotish uchun emas, buning ichida oddiy narsalarni olib sotsangiz ham bo'laveradi. Bundan tashqari siz VG in Münster, misol uchun men o'zim Münsterda yashayotganim uchun Münster deb yozsangiz, yoki o'zingiz yashayotgan shaharni yozadigan bo'lsangiz, bu yoqda siz topishingiz mumkin bo'ladi. Turli xil yana qo'shimcha saytlar, ya'ni aynan mana shu shaharni o'zi uchun xizmat qiladigan saytlar. Misol uchun Münsterda Nadan yokida Asta MC degan saytlar mavjud. Endi sizning yashayotgan hududingizda yana qo'shimcha boshqa saytlar ham bo'lishi mumkin. Eng muhim qismlardan bittasi bu firibgarlar, scammers. Ya'ni firibgarlardan qanaqa ajratib olsak bo'ladi. Misol uchun shahar markazidan juda ham katta uy va juda arzon narx. Bu odamni jalb qilish uchun eng qulay qarmoq. Misol uchun aytaylik, siz Frankfurtda o'qiyapsiz. Frankfurt bu Germaniyadagi eng qimmat shaharlardan bittasi. O'zimdan nafaqat Germaniyadagi, umuman Yevropadagi eng qimmat shaharlardan bittasi. Metr kvadrati, misol uchun aytaylik 18 metr kvadratli uy sizga bor yo'g'i 300 yevroga aytishyapti. Va ichida tabiiyki qo'shimcha narsalari, televizor, boshqa narsalari bilan bor. Yo'q, bu aslida katta ehtimol bilan scam. Ya'ni nimaga? Katta shaharlarda 300 yevroga uy joy topish bu juda ham qiyin masala. Va siz bundan shubhalanadigan bo'lsangiz, bundan tashqari u bilan email orqali yozishingiz bo'ladi. U sizga aytishi mumkin: "Men hozir ayni vaqtda Germaniyada emasman. Ishim bilan men Ispaniyaga chiqib ketganman yoki Angliyaga chiqib ketganman. Sen menga mana shuncha pulni o'tkazib yuborsang, men senga shunaqa skidkalar qilib beraman. Misol uchun aytadi, sen 24 oylik pulni to'lasang, men senga 50% skidka qilib beraman, 12 oyligini to'lasang 30% skidka qilib beraman" degan narsalarni aytishi mumkin sizlarga. Bu eng muhim qismi. Ya'ni u turli xil juda ishonarli qilib yozadi. Agarda sizda shubha bo'layotgan bo'lsa, o'sha sizga yuborilgan emailni Gemini yoki ChatGPT degan sun'iy intellektlarga tashlaydigan bo'lsangiz, siz tarjima qilib bergan chog'ida sizga aytib berish mumkin: bu skamer, ya'ni ehtiyot bo'lish kerak va bu joyda e'tiborli bo'lish kerak degan narsani aytadi. Senga o'zim kalitni jo'nataman, sen menga mana shu qismga pul jo'nat. Eng qizig'i, sizga tashlaydigan o'sha emailda bu to'g'ridan to'g'ri rasmiy app ham bo'lmaydi. Misol uchun Deutsche Bank yoki PayPal orqali to'lov emas, qanaqadir umringizda eshitmagan qanaqadir to'lov turlaridan sizga pul o'tkazishingizni so'raydi. Va bonus tariqasida aytishim mumkin, ijara lug'ati. Ya'ni siz Germaniyaga kelib, birinchi marta kelayotgan paytingizda turli xil so'zlarni ko'rgan paytingiz tushunmay qolishingiz mumkin. Misol uchun Miete, ya'ni Mieteni bilamiz, bu ijara. Lekin kalt Miete va warm Miete degan qismi bor.
Kaltmiti bu faqatgina xonani o'zi uchun to'lanadigan pul, ya'ni o'sha tomingiz, devorlaringiz va yeringiz uchun to'laydigan pulingiz. Varm miti bu sizni hamma narsangizni ichiga oladigan pul. Misol uchun siz kommunalkalaringiz, internetingiz va boshqa mana shu turdagi chiqimlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni Neven Kostenlarni ichiga oladi. Mana shu varm miti hisoblanadi. Kautsion bu depozit deydi O'zbekistonda yoki garov puli. Siz ko'chib kirishingizdan oldin yashayotgan uyingiz uchun pul to'laysiz. Mobiliar va unmobiliar. Ko'pchilik ahamiyat bermay qolishi mumkin mobiliar va unmobiliar degan so'zlarga. Mobiliar bu mebellashtirilgan, ya'ni bu minimum mebellashtirilgan, ya'ni siz buning ichida kravat bor, shkaf va stul bor siz uchun. Unmobiliarda bular hech qaysi bo'lmaydi, ya'ni siz quruq bo'm-bo'sh xonaga kirasiz. Qisqacha aytganda, bugungi videoim shulardan iborat edi. Germaniyadagi yurist kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar. Xullas, nimaiki sizlarni qiziqtirgan savol bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda belgilab qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Xullas, Germaniyada ko'rishguncha.